Assalomu alaykum. Sizlar birga yig'ilishimizdan maqsad tadbirlar va uchrashuv o'tkazishimiz kerak. Har oy 3 marta o'tkazishimiz kerak. Bugun bank binosida tashkil qilinadigan. Shu maqsadda chaqirgandik. Bankimizning mahsulotlarini sizlarga yetarlicha yetkazib berishimiz kerak. Talablaringiz bo'lsa, shunga yarasha talab bildirsalaringiz biz kredit chiqarib berishga tayyormiz. Bizda hozirgi kunda prezidentimiz qarori bilan 212-sonli qaror bilan kredit ajratilmoqda. Yuridik shaxslarga YTT shularga kredit ajratilmoqda. Bir yil faoliyat yuritgan bo'lsangiz, kelib turib ishlab chiqarishga, xizmat ko'rsatishga, aylanma mablag' uchun kredit olishlaringiz mumkin. Buni tartibi ayol kishi fermerning rahbari bo'lsa, ayol kishi bo'lsa 17% dan beriladi. Erkak kishi bo'lsa 19% dan beriladi. Bundan tashqari bizga beritilgan 10 ta mahalla bor. O'sha 10 ta mahallaning fuqarolariga mahalla loyihasi biznesga birinchi qadam degan kredit turlarimiz bor. Bu ham o'z navbatida ayol kishiga 23% dan, erkak kishilarga 25% dan beriladi. Muddati 5 yil. Plastik kartaga tashlab beramiz. Tadbirkorlik qilamiz desangiz, o'sha kreditlardan olsangiz bo'ladi. Bundan tashqari keyin 312-sonli qaror bo'yicha kredit ajratishni firmangiz bormi misol sizdagi? Yo'q. Firma bo'lsa, kesalaringiz 7 yilgacha beriladi. 7 yilgacha beriladi, chorvachilikka 5 yil, boshqa yo'nalishlarga bog'cha, boshqa yo'nalishlarga 7 yilgacha beriladi. Imtiyozda o'z navbatida 1 yil, 2 yil shunga qarab ketadi.